Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 10 dekabr günü İnsan Hakları Günü. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti bu gündə axbarat elan qılıb, Şərq Türkistandakı Xitayning işğaliyeti, mustamlikasi, yürgüzüyotgan irqiy qirg'inchiligi, ig'ir inson haqlari dafsanchiligini yana bir qatam xalqaro jamiyatning esiga soldi va Şərq Türkistanning mustaqilligining jiddiyligini ta'kidladi. Hökumət elan qilgan bayonotda mundaq deyildi. Bugungi inson haqlari kunida Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xitayning Şərq Türkistonga bo'lgan 75 yillik ishg'oliyati, mustamlikasi, irqiy qirg'inchilikni keskin turda ayblaydi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xitay ishg'oliyati ostida inson haqlarining qo'g'dilishining mumkin emasligini jakarlaydi. Xitay 1949 yili 12 oktyabrdagi Şərq Türkistonga bo'lgan tajovuz va 1949 yili 22 dekabrdagi mustaqil Şərq Türkiston Cumhuriyetini ag'diruvchi bilan rəhimsiz və izchil mustamlikchilik harakatini boshladi. Şərq Türkiston sürgündü hökuməti siyosiy huquqlarning to'liq asliga kelishi, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va Şərq Türkistonning mustaqilligining Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarining asosiy inson haqlari va mavjudligini kafolatlandira oladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. 1955 yili Beyjing Şərq Türkistonni bir taraflama holda o'z beshimchilik bilan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb jakarladi va avtonomiya ramkasini Şərq Türkiston xalqini asosiy huquqlaridan mahrum qilish, ishg'oliyatini qonunlashtirish va sistemlik mustamlikchilik hukmronligini ilgari surish uchun qonuniy qurol sifatida ishlatib keldi. Qarshilik ko'rsatganlar jazolandi, so'lab qo'yildi yoki qamoqqa ilindi. Bu Xitoy hukmronligi ostida avtonomiyaning faqat bo'ysundirish quroli sifatida mavjud ekanligidan iborat ichki ziddiyatni oshkorlaydi. Xitoyning jinoyatlarining ko'lami 21-asrda misli ko'rilmagan darajada cho'ngaydi. Beyjing taxminan 1400 jazo lageri qurib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni tutib turmoqda. Tutib turilganlar meni yuyish, qiynash, majburiy emgak selish, tug'mas qilib etish va organ yig'ib olish qatorliq vahshiy qilmishlarga duch kelmoqda. Bostirish lagerlarning sirtida davomlashyotdi. 2014 yilidan 2019 yilgacha taxminan 580 ning Uyg'ur va boshqa turk xalqlari 5 yillik qamoq jazosidan muddatsiz qamoq jazosigacha hukm qilindi. 3 milliondan ortiq Uyg'ur majburiy emgak o'rinlarida qul emgakiga selinmoqda. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan majburiy ayirib etildi. Millionlagan buvoqlar qirg'inchilik, nupus kontroli qilmishida majburiy tushirib etildi. Minglagan Uyg'ur ayollari davlat qo'llagan bostirish va demografik urush sistemasining bir qismi sifatida Xitoy erlariga majburiy yotliq qilindi. Xitoyning qilmishlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasi, inson haqlari umumiy bayonnomasi va davlatlarning irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash majburiyatiga xilof. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti bir millatning butunlay vayron qilinishi oldida əməli harakatga o'tmay passiv e'tirof qilishning ahamiyatsiz ekanligini ta'kidlaydi. Şərq Türkistan sürgündü hökumatining Cumhur raisi Dr. Mamtun Ali Apandi bu xalqaro inson haqlari kunida dunyo Şərq Türkistonda mustamlikchilik va qirg'inchilikning davomlashayotganligining realligiga yuzlanishi kerak. Ishg'oliyat ostida inson haqlari mavjud bo'lmaydi. Inson haqlariga erishish va xalqimizning mavjudligi Xitoyning mustamlikchilik ishg'oliyatining oxirlashtirilishi, Şərq Türkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirishga bog'liq dedi. Şərq Türkiston sürgündü hökuməti xalqaro hökumətlərni o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga bo'lgan va'dasiga amal qilishga chaqirdi. Biz xalqaro jamiyatni davomlashayotgan jinoyatlarning asosiy manbasiga markazlashib, Şərq Türkistonning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida adolatni qo'lga keltirishini qo'llashga, Şərq Türkistonning mustamlikchilikdan qutulishi va mustaqilligini asliga keltirishga yordam berishga chaqirdi. Şərq Türkiston sürgündü hökuməti barliq davlatlar va organlarni qonuniy majburiyatlarini ado qilishga, Şərq Türkiston xalqi mustaqil vatanida erkin va bexatar yashovchi ularni qo'llashga chaqirdi. Dunyo inson haqlari kunida Amerika Xitoyga qarshi parlament ijroiya komiteti va Yevropa ittifoqining Xitoyga qarshi vakillar o'miki doklad e'lon qildi. Source Journal xabar torining 11 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, chorshanba kuni Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan e'lon qilingan Xitoy parlament ijroiya komitetining eng yangi yillik dokladining ma'lum qismidan oshkor bo'lishicha, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi 2020 yildan buyon
Xitoydagi inson haqlari va qonun ustunligi taraqqiyotini kuzatib kelayotgan mustaqil Amerika hukumati agentligining boshlig'i Alyaska millat vakili Dan Sullivan Xitoy Kompartiyasining dunyo xalqiga bergan va'dasining quruq ekanligini aytdi. Dokladda Beijing inson haqlari shartnomalarini imzolaydi, Hong Kong va Tibetga avtonomiya huquqi berishga, dunyo savdo qoidalariga rioya qilishga va'da beradi. Ondan o'qituvchilarni qamoqqa oladi, majburiy emgak zavodlari va qonunsiz beliqchilik paraxodlarini boshqurdi. Hatto Amerika zaminidagi kishilarni izqo'g'lab, tahdid selish uchun josuslarni avatidi deyilgan. Beyjingning inson haqlari, emgak va savdo to'g'risidagi shartnomalar va ahdnomlarni imzolaganligi, ondan majburiyatlarni amaliyotda nazardan soqit qilganligi tanqid qilingan. Buning ichida Uyg'urlarga avtonomiya berish va'dasining o'rniga keng ko'lamda tutqun qilish hamda hamma yerda nazorat qilish orqali Xitoy millati shovinizmini ilgari surganligi ko'rsatilgan. Dokladda Amerika hukumati qora tizimlikka kirgizgan harbiy tashkilot Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritining butun Xitoyda Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi, dunyoviy ta'minlash zanjirini bulg'aganligi, ig'ir inson haqlari dafsanchiligini keltirib chiqarganligi, Amerika bozorlariga kiradigan import mahsulotlari uchun adolatsiz raqobat ustunligini yaratganligi tilga ilingan. Yangi Jersey shtatidan kelgan Cumhuriyetçiler Partiyasining vakili Chris Smith Xitoyning vahshiylikni dunyoning boshqa joylariga elib kelganligini, imzolagan kelishimnoma shartnomalarga amal qilmaydigan, faqat partiyasining manfaatini o'ylaydigan partiya davlati ekanligini, Amerika va boshqa davlatlarning raqobatchisi bo'lishdan olqib ketganligini, muqim xalqaro tartibni buzishni maqsad qilgan majburiy emgakni ishlatgan, aqliy mulk o'g'irlagan dunyo savdo tashkilotining axloq qoidasi va tartibiga xilof holda davlat korxonalariga zo'r miqdorda yordam bergan sistemlik raqobatchi ekanligini aytgan. Çarşamba kuni yana Yevropa İttifaqının Xitoy Xalq Cumhuriyeti vakillar o'miki bayonot e'lon qilib, Xitoydagi kishilik huquq vaziyatida ko'rinarli yaxshilanish alomatlarining yo'qligini ko'rsatgan. Bayonotda Yevropa İttifaqı negizlik erkinlik va osonlik millatlarning o'z kulturi bo'yicha yashash, o'z tilini ishlatish huquqidagi sistemlik va ig'ir cheklimlarga ko'ngil bo'ladi. Vakillar o'miki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining bahosini naql keltirib, atalmish Şinjandagi ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi xalqarалық jinoyatlarni bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatni shakllantirishi mumkin. Yevropa Ittifoqi atalmish Şinjan va boshqa o'lkalardagi Uyg'urlarga chetishliq majburiy emgak va davlat yo'lga qo'ygan emgak yo'tkash plani to'g'risidagi dokladlardan qattiq andish qilmoqda deyilgan. Yevropa ishlari markaziy komiteti Trump hukumatini 4 yilga yaqin davomlashgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ijro qilinishini kuchaytirish orqali ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka taqobil turishga chaqirdi. Dokladning tavsiyalari parlamentning DNA asosidagi sinoqning kuchaytirilgan ishlatilishiga, izotop analizi, blockchain ta'minlash zanjiri xaritasi va mashina o'rganishni kuchaytirish qo'llanishga qarata mablag' ta'sis qilishni o'z ichiga oladigan. Majburiy emgak kuchi boyligini taqsimlash, manfaatdorlarning aralashishi, ijro qilishning muhim nuqtasi, o'rin tizimligini kengaytirish, xizmatchi xodimlar va arz shikoyat javoblari qatorliq temalarda izchil aniqlik saqlash uchun majburiy emgakni yo'lga qo'yish vazifasiga ega o'rinlarning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish harakati bilan iqtisodiy taftish yig'ini etish kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan. Dokladda yana Trump hukumati parlament taqsim qilgan mablag'dan foydalanib, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish harakati bo'yicha o'rin tizimligini nishonlashga yordam berishi kerak. Bu sondan qurish, bexatar bo'lingan uchur aslahalari sistemasining yangilanishi va boshqa to'xtamlarni qo'llash qatorliqlarni o'z ichiga oladi deyildi. Dokladda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni uslubidagi tadbirlarning G7 Amerika, Meksika, Kanada kelishimi va Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik qatorliq ikki taraflik va ko'p taraflik munbarlarda yer shariga qabul qilishga ilhomlantirilishi kerakligi. Uyg'ur majburiy emgaki bilan bog'lanishligiga dalil isbotlari bor shirkatlar, hukumat organlari va savdo vositachilarining hozirgi 144 shirkat o'rin tizimligiga qattiq qo'lliq bilan qo'shilishi kerakligi ko'rsatildi. Dokladda yana ishlab chiqarish, ta'minlash yoki ambarda saqlanish qatorliq jihatlarda bog'lanishliq bo'lgan Shein va Temo qatorliq tez moda parcha sotuvchilarning nishonga ilinish kerakligi ko'rsatildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer buningga inkas qaytirib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi davomli yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi siyosiy huquqi bo'lmay, inson haqlarining mavjud bo'lmaydiganligini isbotladi. Xitoy ishg'oliyati ostida mavjud bo'lishmi tahdidga duch kelmoqda.
Faqat erkin va mustaqil Sharqi Turkistonlar Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning inson haqlari shundoqla mavjudligini kafolatlantira oladi dedi. Yavaşның müngüzü içide degan so'z kunimizda mazlumning müngüzü içide deganga o'zgarayotgandek bir kayfiyat shakllanib turibdi. Yuqorqi tamsil haqiqat suyi bilan irg'dalmagan tuyg'u va mutiyalarini durustlik va samimiyatdan nesibilangan maqsad va orzularini rayishliq tusda berilgan tashqi tutum va harakatlar bilan yoshirishga tirishadigan muloyim ko'rinib, ammo pinhonlik ichida haqiqiy badbashira xarakteri bo'yicha ish tutadigan olako'ngil kishilarga qaratilganligi ma'lum. Ne acayipki, bugungi xeli ko'rinarlik salmoqni egallagan va bir qancha yil mobaynida vatandagi zulm va qirg'inchilikqa qarta ovoz chiqarib kelayotganlar to'pida birdilla uni kesilish yoki pasayish holati bosh ko'tarib qoldi. Aloqa uzilishi, shum xabar tarzida kelayotgan zulm va qirg'inchilik xabarlari sababli zulmga uchirg'uchiga xos tutumlar bilan mustamlikachilikka qarshi turish lozimligini, zolimga qarshilik harakatlarini avj oldirish, qo'llab-quvvatlash lozimligini tunib yetgandek ko'ringan bu to'p, mana endi aloqaning qisman echib etilishi badaliga go'yo biror ichki to'xtamlashning natijasida shuklikka cho'mishayotgandek bir holatga qarab yuzlanib turibdi. Bu turdagi ahvollar amaliyotda xarakterga singib ketgan qulluq zihniyatning ifodasi bo'lib, aloqa uzganda jahonni boshqa kelgidek mazlum qiyofatida harakat qilish, aloqani echib etishiga ulgurib, mustamlikachining ushbu rayim shafqatidan darhol ta'sirlanib pastgo'yga tushishga boshlash, qayta uning g'azabiga duchor bo'lib, yana qayta aloqa mahrumligidan nesilanmaslik uchun mazlumga xos qarshilik ro'yini birdilla yavash fuqaroga aylanish vaziyatiga yangushlash, tajovuzchining fuqarosiga aylanish salohiyatini yanglashga tutunish qatorliqlar darvaqa müngüzi ichiga qarab o'sib ko'nib qolgan mazlumlikning ifodalaridandir. Burhan Muhammadning Boturlik va sesib yo'qolish orasida tanlash nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.